Assalomu alaykum. Shukr. Sog' bo'ling, juda ham xursandmiz. Konsertlaringizni ko'rib juda xursand bo'ldim. Rahmat e'tiboringiz uchun. O'g'ilni shunday tarbiya qilibsiz. Bu juda tahsinga sazovor. Otamiz bo'lasiz, umringiz uzun bo'lsin, baxtimiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Duolarimdasiz. Sog' bo'ling. Sizni sa'y-harakatingiz bilan ko'rdingizmi? Qo'qon gulladi, yashnadi. O'rgiling sizni. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Sog' bo'ling. Ishonsiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Siz sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Qalay universitet? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, yo'q. Hozir eng katta narsa odamlarimizni o'qitish, yoshlarni. Assalomu alaykum. Katta maqsad muddaomiz Farg'onani birini ikki qil. Samolyotdan tushganimdan aytdimki, samolyotni ko'paytirish kerak. Odamlar Perivaldan emas, ko'proq samolyotda uchish kerak. Ikkinchidan, Qo'qonda birinchi qadamlar qo'ydik, odamlar qabul qilyapti. Qilsa bo'lar ekan degan ibora paydo bo'layapti. Hamma sohada, mana shu ayniqsa yoshlarimiz, nuroniylarimiz buni sezyapti. Shuning uchun alohida topshiriq berdim. Qo'qon bo'yicha Vazirlar Mahkamasining alohida qarori chiqaramiz. Mana Qo'qonda birinchi marta shunday imoratlar qurib, odamlarga sharoit degan nima degani? U oilaviy baxtdir. Boshpana bo'lsa, to'y ham bo'ladi, vaqt ham bo'ladi. Ertaga maylis qilyapmiz. Juda katta mablag' bilan keldik. Qanday qilib Farg'ona viloyatini ishsizlikdan, kambag'allikdan xoli hududga chiqarish. Buni aytish oson, lekin mana shunday marra olmasak, har bir odamning niyati bor, umidi bor. Shu niyati, umidini amalga oshirish bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Harakat degani ko'mak. Ko'mak degani davlat yo'lni ko'rsatish kerak. Nima uchun mahalla yettiligi qilyapmiz? Har bir insonni qadri degan gap bu ota-bobolarimizdan qolgan meros. Qadr degan gapni tagida ko'p ma'no bor-da. Agar qadrini ko'tarsak, juda ko'p narsaga qodir bizning xalqimiz. Albatta.